Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana Turkiston Nazarbeydamiz. 2 qavatli uyimiz pishgan g'ishtdan qurilgan 30 kvadrat. Tepasi ham 30 kvadrat. Mana bu yerlar sotilib bo'lgan. Katlavan orqada qurilyapti. Uni ham sotib bo'lganmiz. Buni o'zimizga olib qo'ygan edik. Mana podvali ham bor. 30 kvadrat. 90 kvadrat uyimiz bor. 3 qavat uy degani bu. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadon qilib olishgan qo'shnilarimiz bular. Mana bu sizniki bo'ladi, xudo xolasa yaxshi insonlarga buyursin. 30 kvadrat. Mana shunaqa bo'lib olasizda, eshik qo'yib olasiz. Mana bu suv bachoklarimiz ikkitadan qo'yib qo'yilgan. Nabodoga motorimiz ham bor. Ko'chada suv oqib turibdi. Hozir foydalandik. Yolg'on yo'q. Mana birinchi qavatimiz, podvolimizni ko'rsatdim, 30 kvadratni. Mana bu 30 kvadrat uyimiz, remont qilib olish kerak. Mana sanuzel xonamiz. Mana ikkinchi qavatni ham ko'rsataman sizlarga. Yoritib berish kerak bo'lsa, yoritib beramiz. Mana ikkinchi qavatimiz. Shunda 3 qavat uy olasiz. Mana tabiat qo'ynida Nazarbey, Turkiston. Mana asparlar qilib qo'ydik istagankaga. Kimga qiziq aloqaga chiqinglar. Bitta plashatkada bu 2 qavat, podvoli 30 kvadrat. Mana o'zi 2 qavat dom, pishgan g'ishtdan qurilgan. Qo'shnilar remont qilyapti, mana ko'chib kelishyapti. 2 ta dona kaltini bekitib qo'ygan edik. Shuni sotib olamiz. So'raganlar ko'p edi. 2 xonasi bormi, 3 xonasi bormi deb. Mana oling, 90 kvadrat uy sizga. 3 qavat. Salomat bo'ling. Narxini kelishamiz. Narxi 45 davomimiz. Shu 3 qavatni yarmini berasiz, yarmini 1 yilda bering. Salomat bo'ling.